o'qituvchilar, sinf rahbarlari va jamiyatimiz faollari. Bugun biz yurtboshimiz tomonidan ilgari surilgan 90 kunlik yozgi chora-tadbirlar doirasida maktabimizda amalga oshiriladigan ishlar yuzasidan yig'ildik. Prezidentimizning 2025-yil 15-maydagi topshirig'ining asosiy yo'nalishlari ta'lim sifatini oshirish, yozgi ta'tilni mazmunli tashkil etish, har bir bola e'tiborda bo'lishi, 90 kunlik reja doirasida maktablarga yuklatilgan vazifalar. Yig'ilishimizdagi yozgi ta'tilni mazmunli, samarali tashkil etish, o'quvchilar bo'sh vaqtini foydali yo'naltirish masalalari muhokama qilinadi. Davlat rahbarining topshirig'ini mazmuni bilan tanishtirish uchun maktabimizning ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari Zulfiqorov Jaloliddin Faxriddinovga beramiz navbatni. Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, hurmatli to'garak rahbarlari. Bugun maktabimizda 90 kunlik chora-tadbirlar anjumani yig'ilishi o'tkazilmoqda. Shu munosabat bilan bugun maktabimizda ushbu 90 kunlik doirasida anjuman yig'ilishida yig'ilib turibmiz. Bu yig'ilishimizning sababi mana shu prezidentimiz topshiriq ijrosini ta'minlash maqsadida maktabimizda sport to'garaklari, fan to'garaklari, uyushmagan yoshlar hamda o'quvchilar o'rtasida mana shu maktabimizda doimiy chora-tadbir rejasi asosida bo'lingan fan o'qituvchilari, to'garak rahbarlari biriktirilgan. Biz mana shu jadval asosida biz haftalik, oylik qilib bo'lib maktabimizda boyaga to'garaklar jadvaliga ilib qo'ydik. To'garaklar faoliyati mana shu maktabimizda uyushmagan yoshlar uchun ham har doim kutubxonalarimiz ochiq, o'rtoqlashlar hamda faollar zalida reja asosida haftalik kino, teatr sahna ko'rinishlari qo'yib boriladi ta'til vaqtida. Kompyuter xonalari ham ochiq, kirib bemalol oliy ta'limga tayyorlanayotgan bitiruvchilarimiz bo'ladimi? Barcha o'quvchi yoshlarni maktabimizga chorlab qolamiz. Hurmatli o'quvchilar, kunlik chora-tadbirlar anjumanini ochiq deb e'lon qilamiz. Mana shu yig'ilgan barcha o'quvchilarga, ustozlarga omad tilaymiz. Har doim yozgi ta'tilni mana shu to'garaklarda bo'sh qolmasdan o'tkazishlarini so'rab qolamiz. Rahmat so'z berganingiz uchun. Bugungi dolzarb 90 kunlik yozgi ta'tilni boshlash uchun start berildi.